بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أما بعد. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning siratlaridan al-mavlidu va 40 aman qabla an-nubuwwa. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning tug'ilishliklari va payg'ambarlikdan oldingi 40 yilligi. 40 yildan keyin payg'ambarimiz alayhisolamga vahiy kelgan. Al-mavlid tug'ilish joyi. Ulida sayyidul mursalin bi sha'bin bani Hashim bi Makkah fi sabihati yawm al-ithnain at-tasi' min shahr Rabiul awwal. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sayyidimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Hoshimning tarmog'ida tug'ildi, Shab degani vodiysida, Makkada seshanba kuni tong saharda 9-seshanba kunida Rabiul avval oyidan 9-kuni seshanba kunida subuhda ertalab tug'ildi Makkada. Li avval amin min hodisatil fil hodisasidan eng birinchi yilda edi. Va li 40 sanatan Xolat min Maliki Kisro Anushirvon. Kisroning podshosi Anushirvondan 40 yil o'tgandan keyin. Va yuwafiqu zalika al-20 aw 22 min shahr Ibril sanata 571 miladiyan hasba ma haqqaqahu al-alim al-kabir Muhammad Sulaymon al-Mansur Furi wal muhaqqiq al-falaki Mahmud Bosha. Bu narsa 20 yoki 25 aprel oyidan 20 yoki 22 aprel oyiga muvofiq keladi. 571-yilda katta olim Muhammad Sulaymon al-Mansur Furi buni haqiqatlab aytgan gapga binoan va Mahmud Boshal Falaki muhaqqiqlardan bu kishi ham haqiqatlab aytgan gapga binoan 571-yil 22 yoki 20-aprelda dunyoga keldilar. Va Rawa ibn Sa'd anna umma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qolat. Ibn Sa'd rivoyat qiladi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning onalari aytadilar: "Lamma waladtuhu kharaja min farji nurun adoat lahu qusuru sham." Men bolamni tuqqan paytimda meni farjimdan nur chiqdiki, u uchun Shom qasrlarini yoritib yuboradigan bir nur chiqdi. Nur Shom qasrlar yorishib ketdi u bilan. Va rawa Ahmad anil Irbad ibn Soriyata ma yuqaribu zalika. Imom Ahmad ham Irbad ibn Soriyadan mana shunga yaqin rivoyat qildilar. Va qad ruya anna irhasatun bil ba'sati waqat inda al-milad. Yana ba'zi rivoyatlar borki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tug'ilishlik vaqtida al-ba'sa, ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom bilan jo'natishlik voqealari rivoyat qildi. Irhasot yangi bo'ladigan bir hodisalar. Fasaqatat 14 sharafatan min ivoni Kisro. Kisro qal'alardan, ya'ni Kisroning sharafli uylaridan 14 ta sharafli imorasi yiqilib tushdi shu vaqtida. Va xamalatin narul lati ya'buduha al-majus. Majus ibodat qiladigan o't o'chib qoldi. Va hadamatil kanaisu havla buhayrata sawwa ba'dan g'odat. Kanisalar yiqilib tushdi. Sawwa degan ko'lni atrofidagi kanisalar qulab tushdi. U ko'lning suvi qurib ketgandan keyin. Rawa zalikal Bayhaqi va la yuqiruhu Muhammad al-Ghazzali. Bayhaqi mana shu narsani rivoyat qildi, lekin Imom G'azzoli bunga iqror bo'lmadi. Muhammad G'azzoli, ya'ni bu hadislar zaif hadislardir dedi. Walamma waladatu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashshiruhu bi hafidihi. Uning onasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tuqqan paytlarida o'zining bobosi Abdul Muttalibga odam jo'natdi. Unga o'z nevarasi bilan xushxabar bergan holatda Abdul Muttalibga nevarasini bilan xushxabar berdi. Fajaa mustabshiran va dakhala bihil Ka'bata. Unga xushxabar aytuvchi holatda keldilarda, u bilan Ka'baga kirib keldi. Va da'allohu va shakara lahu. Allohga duo qildi va Allohga shukrlar aytdi Abdul Muttalib. Vaqtara lahu isma Muhammadin va
payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Muhammad ismini ixtiyor qildi. Va hadal ismu lam yakun ma'rufan fil arab. Bu ism esa arablarda bu tanilgan ismlardan emas edi. Va xatanahu yawma sabiya kama kana al-arabu yaf'alun. 7-kunida xatna marosimini o'tkazdi. Xuddi arablar mana shunday qiladigan odatlariga binoan. Ya'ni ba'zi rivoyatlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xatna qilib tug'ilgan deyiladi. Ba'zilarda yo'q, xatnasiz tug'ilgan, 7-kuni xatna qilingan deyiladi. Va avval man arda'ahu min al-maradi'i ba'da ummihi sallallohu alayhi vasallam Suwaybatu mawlatu Abi Lahab bilabani ibn Laha yuqal lahu Masruh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning emizuvchilaridan eng avvalgisi onasidan keyin Suvayba degan ayol edi, cho'ri Abu Lahabning cho'risi edi. O'zining o'g'li bor edi, Masruh deb ismlanadigan o'zining o'g'lini suti bilan emizgandi. Ya'ni Masruh degan o'g'lini ham emizardi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ham emizgandi. Abu Lahabning cho'risi. Va kanat qad arda'at qablahu Hamza ibn Abdul Muttalib. Suvayba bundan oldin ham Hamza ibn Abdul Muttalib raziyallohu anhu ni ham emizgan edi. Va arda'at ba'dahu Abu Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Va undan keyin uning Abu Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumini ham emizgan edi. Fi Bani Sa'd, Banu Sa'd ichida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Sa'd qabilasida. Va kanat al-'adatu 'inda al-hadirin min al-arab an yaltamisu al-maradi'a li awladihim ibtida'an lahum min amrad al-hawadir litaqwa ajsamuhum wa tashtadda a'sabuhum wa yutqinu lisan al-arabi fi mahdihim. Hozir arablardan hozirgi, ya'ni shaharda yashaydigan kishilarning huzuridagi odat o'z farzandlariga emizuvchilarni izlar edi. Ular uchun hozirliklarni, ya'ni madaniyat, shaharda yashab yurgan madaniy kishilarning kasalliklardan uzoq bo'lishligi uchun. Shahardagi odamlar ko'p makkor, hiylakor bo'ladi. Odamlarni aldashga haris bo'ladi. Odam ko'p yashagan, tiqilinch yashagan joyda makrlar juda ko'p ishlatiladi. Qishloqda esa qalblari sof odamlar juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun hozirgi, ya'ni shaharda yashagan kishilarning kasalliklardan uzoq bo'lsin deb qishloq ahllaridan izlardi. Ularning jismlari ham quvvatli bo'ladi derdi. Qishloq ahllari mehnatni ko'p qilganligidan jismlari quvvatli, asablari, paylari yu asab tomirlari qattiq bo'lishligi uchun va arabiy tilga puxta bo'lishligi uchun, beshigida yo'q arabiy tilga puxta bo'lsin deb tashqaridan odam izlardi, ya'ni qishloqlardan. Faltamas Abdul Muttalib li Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam rado'a. Abdul Muttalib ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun emizadigan ayollarni izladi. Wastarda'a lahu imra'atun min bani Sa'd ibn Bakr wa hiya Halimatu bintu Abi Zu'ayb wa zawjuha al-Haris ibn Abdul Uzza al-Mukanna bi Abi Kawsha min nafs al-qabila. Unga Abdul Muttalib Banu Sa'd ibn Bakr qabilasidan bir ayolni emizishga so'radi. U ayolning ismi Halima binti Abi Zuayb edi. Uning eri Haris ibn Abdul Uzza edi. U Abu Kabsha deb ismlanardi. U ham mana shu qabilaning o'zidan edi. Ya'ni eri ham xotini ham ikkalasidan Banu Sa'ddan edi. Va ikhwatuhu sallallohu alayhi vasallam hunaka min ar-rada'ati Abdullah ibn Haris. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning aka-ukalari mana shu paytda emizdosh bo'lgan aka-ukalari Abdullah ibn Haris edi va Anisatu bintul Haris edi va Huzofa edi, Juzofa ham deb aytilgan bintul Haris edi. Va hiya Shaymo, asli uning ismi Shaymo edi, laqabun g'alaba ala ismiha, ismiga g'olib kelgan laqabi edi. Va kanat tuhdinu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni bu ayol o'z qaramog'iga olardi. Va yana imizdosh aka-ukalardan Abu Sufyon ibn Haris edi. Abu Sufyon ibn Haris ibn Abdul Muttalib ibn Amr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz vasallamning amakilarining o'g'illari edi. Va kana ammuhu Hamzatu bint Abdul Muttalib mustardi'an fi Bani Sa'd ibn Bakr. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning amakisi Hamzatu ibn Abdul Muttalib ham Banu Sa'd ibn Bakr qabilasida emizilgan edilar. Fa arda'at ummuhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yawman wa huwa 'inda ummihi Halimata. Payg'ambarimiz uni onasi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni emizgan edi bir kunda, u ham onasining huzurida, Halima onasining huzurida edi.
Fakana Hamzatu radi'u Rasulillah sallallohu alayhi vasallam min wajhayni. Hamza payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ikki tomondan imizdosh birodari edi. Min jihati Suvayba tomonidan ham emizilgan edi va min jihati Sa'diya tomonidan ham emizilgan edi. Ya'ni Suvayba biz yuqorida aytib o'tdik, Abu Lahabning cho'risi edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ham emizgan edi va Hamza raziyallohu anhu ham emizgan edi. Wara'at Halimatu min barakatihi sallallohu alayhi vasallam ma qassat minhu al-ajab. Halima payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning barakasidan ajab uni qissa qilib bergan narsani ko'rgandi. Juda ham ajabli narsalarni ko'rgandi. Wal natruka tarwi zalika mufassalan. Biz uni Halimaga qo'yib qo'yaylik, u mana shu narsani tafsil qilib hammasini bayon qilib bersin bizga. Qala Ibn Ishoq aytadi: "Kanat Halimatu tuhaddis." Halima aytar edi: "Annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibn laha saghirun turdi'uhu." Halima o'z shahridan eri bilan birga chiqdi va o'g'li bilan birga chiqdi. Uni o'g'li bor edi, kichkina emizib yurgan o'g'ilchasi bor edi Halimaning. Fi nisati min bani Sa'd ibn Bakr. Banu Sa'd ibn Bakr qabilasidagi bir ayollar bilan birga chiqdi. Taltamisur radaa. Emizilayotgan bolalarni istagan holatda chiqdi. Ya'ni ular bola emizib pul olardi. Shuni evasidan ham ro'zg'orini o'tkazardi. Qolat va zalika fi sanati shahba'a lam tabqa lana shay'an. Aytadilar, bu narsa qurg'oqchilik yilida edi. Biz uchun biron narsa qolmagandi qurg'oqchilikdan sababli. Qolat fa kharajtu ala atani li qamra. Aytadilar, men oq eshagim ustida chiqdim. Qamro qomardan olingan. Qomar go'yo oppoq bo'lib turgandek, qamro deyishigi oq ranglik aton eshak. Eshagim bilan chiqdim. Ma'na sharifun lana, biz bilan birga bizni tuyamiz bor edi. Sharif tuyani ismlaridan bir ism. Vallohi ma tabuddu bi qatratin. Allohga qasamki bir qatra ham sut bermasdi. Ya'ni ozib ketgan, suti qolmay qolgan tuya edi. Va ma nanamu laylana jam ajma'a min sabina alladhi ma'ana. Biz kechasini hammasida uxlolmas edik, biz bilan birga bo'lgan yosh go'daylardan. Och qolib ketgan go'daylar ham. Min buqaihi min al-ju'i. Yig'idan ularning yig'lashligidan uxlolmas edik. Ma fi sadiyay ma yughnihi. Meni ko'kragimda dedi Halima, ularni behojat qiladigan, ularni to'yg'izadigan sut ham yo'q edi. Va fi sharifina ma yughzihi. Tuyamizda ham uni oziqlantiradigan sut yo'q edi. Shunchalik qashshoqchilik. Walakin kunna narjul g'aysa. Lekin biz yomg'irni val faraj va keyinlikni umid qilardik. Bizga yomg'ir yog'armikan deb umid qilib yashardik. Fa kharajtu ala atani tilka. Men mana shu eshagim bilan chiqdim. Falaqad adimtu birrakbi hatta shaqqa zalika alayhim dafan va ajfan. Men jamoatdan orqada qoldim. Hattoki bu narsa ularga jamoatga og'irlik keldi, zaifligim jihatdan va arg'ilab ketgan, ozib ketgan jihatdan. Eshak ham ozib ketgan, yurmasdi, yura olmasdi eshak ham. Hatta qadimda Makkada naltamisur radaa. Hatto biz Makkaga yetib keldik, emizadigan bolalarni izlagan holatda. Fama minna imratun illa waqad urida alayha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fatabahu. Bizlardan biron ayol bo'lmadiki, unga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'ndalang qilinmasa, ular bu payg'ambarimiz alayhisalomdan bosh tortardi. Iza qila laha innahu yatimun. Agar u ayolga aytilsa-ki bu yetim deyilsa, bosh tortardi, olmasdi. Va zalika anna kunna narjul ma'rufa min abi sabi fa kunna naqul yatimun. Va ma asa an tasna'a ummuhu va jadduhu. Bunday bo'lishligi biz yosh go'dayning otasidan yaxshilikni umid qilardik. Bizga biror narsa berarmikan derdik. Va aytar edikki, yetim ekan-ku bu derdik. Uning onasi va bobosi nima ham qilar edi bu yetimga der edik. Pul bermaydi derdik. Fa kunna nakrahu zalika. Biz bu narsani yomon ko'rardik. Fama baqat imratun qadimat ma'ya illa akhazat radi'an g'ayri. Men bilan birga kelgan bironta ayol qolmadi, hammasi mendan boshqa emizadigan bolani olishdi. Bitta men qoldim. Falamma ajma'na al-intilaqa. Hammamiz endi qaytib ketishga jamlangan paytimizda qultu li sahibi, min erimga aytdim. Vallohi inni la akrahu an arja min bayni sawahibi wa lam akhud radi'an. Allohga qasamki, men do'stlarim o'rtasidan
qaytib ketmoqlikni yomon ko'raman, vaholanki men bir emizadigan bola olmasdan turib, quppa-quruq qaytishlikni yomon ko'raman. Vallohi la azhabanna ila zalikal yatim la fala akhuzannahu. Allohga qasam, mana shu yetimga boraman-da, shu yetimni olaman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Qala la alayka an taf'ali. Asallohu an yaj'ala lana fihi baraka. Aytdiki, seni bunday qilishingda ziyon yo'q, mayli olaver dedi. Shoyat Alloh taolo bizga bu bola to'g'risida barakani bersa dedi. Qalat fa zahabtu ilayhi fa akhadtuhu. Aytadilar Halima onamiz, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni emizgan Halima, men bordim go'dakka va go'dayni oldim. Va ma hamalani ala akhzihi illa anni lam ajid ghayrahu. Meni bu bolani olishga majbur qilgan narsa, men undan boshqani topa olmadim-da. Shu narsa majbur qildi. Ilojim yo'qligidan bu bola qaytmasdan shuni oldim. Qalat falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli. Aytadilar, men bu bolani olgan paytimda meni yuklarim oldiga qaytib keldim. Falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alayhi sadiyaya bima sha'a min laban. Men bolani ko'kragimga qo'yishgan paytimda, u bolaga meni ikkita ko'kragimdan bola xohlaydigan darajada sut oqib keldi. Ko'kragimda sut yo'q deb turgan edi. Ko'kragiga olishi bilan ko'kragi to'lib sutga keldi. Fashariba hatta rawiya. Sutdan endi hattoki qoniqdi bola. Va shariba mahu akhuhu hatta rawiya. O'zi bilan birga yosh go'dakni ham olgan degan edik. Yosh go'dak ham ichdi, hatto u ham qoniqdi. Summa nama, keyin qorinlari to'yib go'daklar uxlab qolishdi. Va ma kunna nanamu ma'ahu qabla zalik. Bundan oldin bu go'dak bilan birga uxlolmasdik, ochligidan go'dak, yig'isidan. Va qoma zawji, ya'ni bir bolani olib emizardi, shu bolani to'yg'izolmasa ham oilasi kambag'alligi qattiqligidan yana bola emizgani borib bola olib uni ham emizishga harakat qilardi. Va qoma zawji ila sharifina tilka. Meni erim mana shu bizni tuyamizga borib turdi. Faydahiya hafil, qarasaki tuya ham yelini sutga to'lgan. Fa halaba minha ma shariba. U undan ichadigan narsasini sog'ib oldi. Va sharibtu ma'ahu. Men ham birga ichdim sutni tuyasidan. Hatta intahayna rayyan va sha'ban. Hattoki chanqoq qoldirishlik va to'yishlik, qorin to'yishlikka yetib bordik. Ham chanqog'imiz qoldi sutdan to'yib, ham qornimiz ham to'ydi. Fabitna bi khayri laylatin. Eng yaxshi kechada uxladik biz. Qolat, aytadilar, yaqulu sohibi hina asbahna. Biz tong ottirgan paytimizda meni erim aytardi dedilar. Ta'lami vallohi ya Halima, laqad akhadti nasmatan mubaraka. Bilasanmi, Allohga qasamki, ey Halima, sen muboraklik jonni olding der edi. Nasma ruh, jon. Qolat faqultu vallohi inni la arju zalik. Aytadilarki Halima, men ham shuni umid qilaman, Allohga qasam deb aytdilar. Qolat summa kharajna wa rakibtu ana atani. Keyin keldik va men yana o'zimni eshagimga mindim. Makkadan qaytib ketishlik kerak. Kechqurun bo'lib qolganligi uchun ular shu kechada Makkada qoldirishdi, tunashdilar. Va hamaltuhu alayha ma'iya. Yetim go'dakni men bilan birga eshakka ko'tarib oldim. Fa vallohi laqata'at bir-rakbi ma la yaqdiru alayhi shay'un min humurihim. Allohga qasamki, bu eshak jamoatni kesib o'tib ketardi. Unga ularning eshaklaridan birontasi qodir bo'lmaydigan darajada jamoatini kesib oldinga yugurib o'tib ketardi eshak. Hatta inna sawahibi yaqulna li, hattoki meni ayol do'stlarim menga aytardi. Ya ibnata Abi Zuwayb, ey Abu Zuwaybning qizi, vayhak irji'i alayna. O'lim xorlik bo'lsin senga, bizga qaytgin. Alaysat hadihi atanuka allati kunti kharajti alayha? Bu sen uni ustida chiqqan eshaging emasmi? Bizni orqada qoldirib bezor qilgan eshaging emasmi? Faqulu lahunna, men ularga bala, ha mana shu eshagdim der edim. Vallohi innaha lahiya, Allohga qasam u mana shu eshak dedim. Fayaqulna, ular aytdilarki, vallohi inna laha la sha'nan. Ular aytdilarki, Allohga qasamki, u uchun bir holat bo'lib qoldi dedi. Qandaydir holati ulug' bo'lib qoldi, o'z-o'zidan yugurib ketadigan kuchga to'lib qoldi eshak deb. Qolat summa qadimna manazilana min biladi bani Sa'd. Keyin aytadilar, biz Banu Sa'd shaharlaridan o'z manzillarimizga yetib keldik. Va ma a'lama ardon min ardillahi ajdaba minha.
Allohning yerlaridan biron bir yerini bilmas edimki, bundan ko'ra qurg'oqchiroq bo'lsa, eng qurg'oqchiroq shahar mana shu shahar edi. Fakanat g'anami taruhu ala hinin qadimna bihi ma'ana shiba'an labanan. Meni qo'ylarim, biz yetim bolani keltirgan paytimizda qo'ylarim qaytar edi. Biz bilan birga to'yg'izadigan sutlar bilan qaytardi qo'ylarimiz ham. Fa nahlibu va nashrabu, sog'ib ichardik qo'ylarni. Va ma yahlibu insonun qatrata laban. Biron bir inson bizdan boshqa insonlar bir qatra sut ham ololmasdi o'zlarining qo'ylaridan. Va la yajduha fi dar'in hatta kana al-hadiruna min qawmina yaqulun. Va yelinidan biron narsani topolmas edi. Hattoki hozir bo'lgan kishilar, bizning qavmimizdan atrofda ko'rib bilib turgan kishilar aytar edilarki, liroyanihim, o'zlarining qo'ylarini boqadigan cho'ponlarga aytar edi, "Vaylakum asrihu haythu yasrahu ra'i bint Abi Zuwayb." Xorlik bo'lsin sizlarga. Abu Zuwaybning qizini cho'ponlari o'tlatadigan joyda sizlar ham qo'ylarni o'tlatinglar der edi. Fataruhu agnamuhum ji'an ma tabaddu bi qatrati labanin. Ularning qo'ylari esa och holatda qaytar edi, bir qatra sut tushmasdan yelinidan. Vataruhu g'anami shiba'an labanan. Va meni qo'ylarim esa sut jihatdan to'yib toshib qaytar edi qo'ylarim. Falam nazal nata'arrafu minallohi ziyadata wal khayra hatta madat sanatahu va fassaltuhu. Biz Alloh taolo tomonidan ziyodani bilishida doim bo'ldik va yaxshilikda doim bo'ldik, hattoki uning 2 yili o'tdi va uni men ajratdim. Bolalarni 2 yilda ajratib onasiga qaytarib berishlik kerak bo'lgan. Va kana yashubbu shababan la yashubbuhul g'ilman. Bu bola shunday bir yosh ulg'ayib katta bo'lar ediki, yosh go'daylar unga o'xshamas edi. Odobda, aqlda, hikmatda. Falam yablugh sanatahi hatta kana g'ulaman jafran. Hattoki u 2 yilga yetdiki, hatto u to'la, ya'ni semizgina to'la bola bo'ldi. Qolat faqadimna bihi ala ummihi. Aytadiki, Halima biz uni onasiga keltirdik, ya'ni Omina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalariga keltirdi. Va nahnu ahrasu ala muksihi fina. Biz esa u bola bizni ichimizda qolishga haris edik, juda ham tashna edik. Lima kunna nara min barakatihi. Undagi barakalarni biz ko'rganligimiz sababli. Fakallamna ummuhu, onasiga gapirdik, biz bilan birga qolsin deb. Va qultu laha, men onasiga aytdim, law tarakti ibni indi, meni o'g'limni meni huzurimda qoldirsang, meni o'g'lim deyishidan maqsad 2 yil emizganligi uchun o'g'lim deb rivoyat qilyapti. Hatta yaghlizu, hattoki yosh katta bo'lsin, suyaklari qotsin. Fa inni akhsha alayhi wa ba'a Makkah. Men unga Makkani vabosi yetib qolishidan qo'rqaman dedi. Qolat falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Biz mana shunday deyishda doim bo'ldik, hattoki onasi bizga qaytib berdi dedilar Halima onamiz. Va hakada baqiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi Bani Sa'd. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shunday Bani Sa'd qabilasida qoldilar, hatto idza kanat as-sanatu rabi'atu aw al-khamisa, hattoki 4 yoki 5-yili o'tgach, min mavlidihi, payg'ambarimiz sollallohu tug'ilgan yilidan vaqa hodisu shaqqi sadrihi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'kragi yorilishlik hodisasi voqea bo'ldi. Ravah Muslim an Anasin, Muslim Anasdan rivoyat qiladi. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atahu Jibril. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Jibril alayhisalom keldi. Va huwa yal'abu ma'al g'ilman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bolalar bilan birga o'ynab yurardilar. Fa akhadahu fasra'ahu. Uni oldinlarda yiqitdi bolani. Fashaqqa an qalbihi, qalbini yordi. Fastakhrajal qalba, qalbini, yuragini chiqarib oldi. Fastakhraja minhu alaqatan, undan bir laxta qonni chiqarib tashladi. Faqala hada hadu shaytoni mink. Aytdiki, bu sen tomonidan shaytonning nasibasi edi deb olib tashladi. Thumma ghasalahu fi qist min zahabin bima'in zamzam. Keyin zamzam suvi bilan tillodan bo'lgan tovoq ichida yuragini yuvdi. Thumma la'amahu. Keyin uni yana isloh qildi, ya'ni joyiga qaytarib tuzatdi. Thumma a'adahu ila makanihi. Keyin yuragini o'z joyiga qaytarib qo'ydi. Va ja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi. G'ilmon yosh bolalar onasiga yugurib kelishdilar. Ya'ni zirahu, ya'ni emizib bergan onasi Halimaga. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Muhammad o'ldirildi dedi. Ikkita odam kelib o'ldirdi buni dedi. Fastaqbaluhu, ular
payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib boqishdilar va huwa muntaqi'ul lawn, payg'ambarimiz alayhisolamning ranglari oqarib ketgan edi qo'rquvdan. Mana shu yerda biz mavzumizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi mavzumizni mana shu voqeadan keyin Halima payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga onalariga qaytarib berganligini rivoyatini ila ummihil hanun, mehribon onasiga qaytganligi haqida davom etamiz. Va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.